O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun 2 trillion so'm ajratiladi. Hujjatga ko'ra 2026-2027 yillarda 2800 ishtirokchi uchun o'quv biznes kurslari rejalashtirilgan va yana 2000 tadbirkor sheriklik yordamini oladi. Ushbu qo'llab-quvvatlash choralarini amalga oshirish uchun jami 2 trillion so'm ajratiladi. 2026-yil yanvardan boshlab ayollar asoschilari yoki menejerlari bo'lgan kichik va o'rta biznes subyektlari hamroh dasturi bo'yicha maqsadli kreditlar olish huquqiga ega bo'ladilar. Kreditning maksimal miqdori 25 ming bazaviy hisoblash miqdorigacha, ya'ni 13 milliard so'mni tashkil etadi. Tijorat banklari kamida 10 ta ish o'rni yaratish sharti bilan biznesni kengaytirish loyihalari uchun mablag' ajratadilar. Ushbu kreditlar bo'yicha foiz stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasidan 10% dan oshmaydi. Milliy biznesni qo'llab-quvvatlash kompaniyasi kredit miqdorining 70% gacha bo'lgan kafolatni taqdim etadi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.